Bizda tortmani tagidan yana bitta tortma tushib keladi. Kashmir rangli MDF materialdan bo'lgan shkafimiz. Shundan ochgan vaqtimizda kiyim uchun joy qilib berganmiz. Tepa va o'rtagi qismiga ikki qator bo'ladi kiyim degan joylarimiz. Ruchkalariga o'zingizlar bitta baho berib o'tasizlar. Bu yoqda polkalar qo'yib berganmiz. O'rta qismiga polkaning tagida tortmamiz bor. Tortmamiz o'sha narsalar qo'yish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Tag qismi ham MDF dan bo'ladi. Mexanizmlari davodchi mexanizmli. Pulingizni qayerga saqlashni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yoqda ajoyib bo'lgan yechim qilib qo'yganmiz. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Mana bu yoqda shunaqa polkani shunaqa olamiz va kalit bilan shundan burgan vaqtimizda tortmani tagidan yana bitta tortma tushib keladi. Bu ishga endi bitta o'zingizlar bitta baho berib, mebel qildirmoqchi bo'lgan, pulini qayerga saqlashni bilmayotgan do'stlarimizga yuborib qo'ysak, foydali bo'ladigan umiddamiz. O'zingizlar ishimizga bitta baho berib, Seren Mebel jamoasiga bemalol mebel bo'yicha murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. High-tech uslubidagi mebellarni 10 kun ichida, Krashinniy usuldagi mebellarni 20 kun ichida bitirib berishimiz mumkin bo'ladi. Bizda mijoz va firma o'rtasida shartnoma asosida ish faoliyatini olib boramiz. Shkafimizni ikkinchi tomoni bo'lsa, bunda bitta veshilka qo'yib berganmiz. Uzun kiyimlar uchun, paltolar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Veshilkamiz tepa qismiga bitta polka qo'yib berganmiz narsalar qo'yish uchun. Tepa qismimizda antirsol qismimizda o'zingizlar bilasizlar, bu yerga uncha ko'p tez foydalanilmagan narsalar qo'yish uchun joy bo'ladi. Seren Mebel jamoasidan uzoqlashmang.